Sofi eridan divan olib kelishini so'raydi. James uni yordamchisi bilan kvartiraga olib boradi. Yosh er-xotin o'pishishni boshlashadi. Ayni shu paytda telefon qo'ng'irog'i ularni to'xtatadi. James qo'ng'iroqqa javob beradi va Sofining bundan norozi ekanligini ko'radi. Ammo Jamesning yuzidan ko'rinib turadiki, unga fojiali xabar berilgan. Biroz vaqt o'tgach, ular ulkan qasrga kelishadi. Sofining aytishicha, u bu yerda o'zini noqulay his qilmoqda. James bu endi ularning yangi uyi ekanini aytadi va u bunga ko'nikishi kerak. James otasidan nafaqat uyni, balki uning kompaniyasini ham meros qilib oldi. U ishga kelish uchun erta turadi. Sofi oshxonaga tushib, unga nonushta qilayotganlarni ko'radi. Xizmatkorlar juda ko'p edi. Uning so'zlariga ko'ra, u ovqat yeyishni istamaydi va xonasiga kiradi. Uy bekasi Roza Sofining xonasiga keladi va u bunday hayotga ko'nikishi kerakligini aytadi. Jamesdan farqli o'laroq, Sofi boshqacha sharoitlarda o'sgan va unga ko'nikish qiyin. U uy bekasiga shunchaki dam olishini aytadi. Bu vaqt James otasining o'rnida o'tirib, yordamchisi bilan keyingi biznes rejalarini muhokama qilardi. Uyda Roza yana Sofining oldiga keladi va xonadagi narsalarni tartibga solish uchun yordam bermoqchiligini aytadi. Sofi bunday g'amxo'rlikdan noqulay ahvolga tushadi. U Roza bolaligida kim bo'lishini xohlaganini so'raydi. Haqiqatdan ham uy bekasi bo'lishmi? Shunda ko'z yoshlari bilan Roza bunday ish bilan shug'ullanganidan xursand ekanligini aytadi. Kechqurun James uyga kelib, barcha xizmatchilar qayerdaligini so'raydi. Sofi hammani ishdan bo'shatganini aytadi. U bu yangilikdan hayratda. Sofining aytishicha, ular faqat yosh er-xotinlarni chalg'itadilar va Roza bir necha yildan beri oilasini ko'rmagan ekan va Sofi ularga erkinlik berishga qaror qildi va 2 yillik maoshlarini to'ladi. Jamesning aytishicha, bu uy juda katta va ikkita odam uyni boshqara olmaydi. Sofi uni tinchlantiradi, chunki bu uy endi faqat ularning ixtiyorida. Shundan keyin ular bir-birlarini jinsiy ehtiyojlarini qondirishadi. Ertasi kuni ertalab yig'ilish paytida qo'ng'iroq bo'ladi. Jamesning yordamchisi bu muhim qo'ng'iroq ekan deydi. James telefonni ko'taradi va Sofi unga bu yerda aqldan ozganini va shoshilinch ravishda uning yordamiga muhtojligini aytadi. James ishda ekanligini va kela olmasligini aytib, lekin kechqurun hamma narsani qilishga va'da beradi. Kechqurun James o't oradigan mashinasini ishga tushirishga harakat qiladi, lekin undan hech narsa chiqmaydi. Sofi yangi lavozimni boshqarish va bir vaqtning o'zida uy ishlarini bajarish qanchalik qiyinligini ko'radi. Ertasi kuni Sofi Jamesni yana ishdan uyga chaqiradi va nima uchun bu uyga ko'chib o'tganliklari va bunga arziydimi yoki yo'qmi degan savollar bilan uni yana bezovta qiladi. Keyinchalik James kompaniya menejerlaridan biri bilan gaplashadi va Sofi undan hamma narsani tashlab, avvalgi hayotiga qaytishini xohlayotganidan shikoyat qiladi. Hamkasbi otasi taqdim etgan yangi loyiha haqida gapiradi. Bu albatta sirli loyiha bo'lib, bu haqida hali hech kim hech narsa bilmas ekan. James va Sofi ulkan binoga kelishadi. U yerda Sofi bu g'oyaga shubha bilan qaraydi. James kelajak allaqachon kelganiga va uni tezda qabul qilish kerakligiga ishontiradi. Ular ko'rgazma zaliga kirishadi. Xuddi odamlarga o'xshab ko'rinadigan yangi robotlarni ko'rib, eslarini yo'qotib qo'yay deyishadi. Julianning so'zlariga ko'ra, otasi butun hayotini ushbu rivojlanishga bag'ishlagan va dunyoda hech kim bunday odamga o'xshaydigan robot yarata olmagan. U uy ishlari uchun robot tanlashni taklif qiladi. Ammo Sofi bundan xijolat tortadi. Uning so'zlariga ko'ra, barcha modellar mukammal ko'rinadi va u uyda o'zidan ko'ra chiroyli qiz bo'lishini xohlamaydi. Jamesning aytishicha, bular odam emas, faqat bir arzimagan narsa, lekin Sofi robotlarni xuddi odamlardek qabul qiladi. Jamesning aytishicha, bu shunchaki narsa, odam emas. Ammo Sofi erkak qiyofasiga ega robotni olishni talab qilmoqda. Keyin Julian Henry ismli androidni ko'rsatadi. U unga tiz cho'kib, Jamesning poyabzalining tagini yalab qo'yadi. Bu ishi bilan u odam emas, haqiqiy robot ekanini tasdiqlaydi. Sofi bundan tushkunlikka tushadi. Alohida xonaga Henry uchun dok stansiya o'rnatiladi. Julianning aytishicha, u ularning shaxsiy maslahatchisi. Har qanday muammo bo'lsa, unga qo'ng'iroq qiling va u hamma narsani hal qiladi.
Ertasi kuni ertalab Sofi oshxonaga kirib, Genri James uchun nonushta tayyorlayotganini ko'radi. Shunda Genri Sofidan u nimani xohlashini so'raydi, lekin Sofi nonushta qilishdan bosh tortadi. U Jamesga uni odam sifatida ko'rishini va o'zi uchun nonushta qilishni afzal ko'rishini aytadi. James uni kir yuvish mashinasi bilan taqqoslaydi va Genriga o'z ishini bajarishiga ruxsat berishini taklif qiladi. Sofining so'zlariga ko'ra, uni odamdan ajratib bo'lmaydi. Oshxonaga tushib, u nonushta va Genridan "Sofi, bilaman, siz uchun nonushta tayyorlashlarini xohlamaysiz, lekin men James uchun qahva qaynatdim va sizga ham qoldirdim" degan xabar oladi. Qizga albatta Genrining bu ishi yoqadi va nonushta qiladi. Keyinchalik Sofi yalang'och holda dushdan chiqib keladi va Genrini xonasida ko'rganidan qo'rqadi. U unga xonadan chiqib ketishini aytadi. Sofi Jamesga qo'ng'iroq qilib, Genri unga qarab turganga o'xshaganini aytib beradi. Ammo Jamesning aytishicha, buni Sofi noto'g'ri tushungan. Genri robot va qizning tanasiga tikilib qaramaydi. U undan uyiga kelishini so'raydi, lekin u ishlashi kerakligini aytadi va Genrini dok stansiyaga yuborishni maslahat beradi. James kechqurun uyga keladi va Genrini u bilan tennis o'ynashga chaqirmoqchi. Sofining aytishicha, siz ko'rsatmalarga ko'ra zaryadlashni to'xtata olmaysiz. Ammo James turib oladi va o'yindan oldin Genri undan o'yinning qiyinligini tanlashini so'raydi. Robot egasining zo'riqishini sezadi va unga qanday yordam berishi mumkinligini so'raydi. O'yin uni biroz bo'shashtirishini aytadi. Ertasi kuni ertalab Sofi o'yin qanday o'tganiga qiziqadi. Shunda James hammasi zo'r deb qo'shimchasiga har zamonda robot bilan gaplashib turish yaxshi, u bilan suhbatlashganingni hech kim bilmaydi deb aytadi. Sofi Genriga divanni qanday qoplash kerakligini o'rgatmoqda. Shunda Genri qizdan bu divan uning uchun qadrlimi yoki yo'qmi shuni so'raydi. Va Sofi ha, juda qadrli deydi. Ular tushlar mavzusi va tush ko'rish qanday ekanligi haqida suhbatlashadilar. Sofi robotlar orzu qiladimi deb so'raydi. Genri ularda bunday dastur yo'qligini aytadi. Biroz vaqt o'tgach, mashaqqatli mehnatdan so'ng Sofi Genridan dam olishni xohlaysizmi deb so'raydi. Qiz Genriga kitob beradi. Uning so'zlariga ko'ra, kuniga bir bob o'qing. Shunda ular muhokama qiladigan narsaga ega bo'ladilar. Ertasi kuni ertalab Sofi va Genri kitobni muhokama qilishadi. Uning so'zlariga ko'ra, birinchi shaxs hikoyasi o'quvchini xarakter bilan birligini his qiladi. Sofi birlikni his qiladimi deb so'raydi. Genri aytadi: agar u buyursa, u his qiladi. Keyinchalik James va Sofi plyajhdagi stullarda dam olishadi. Genri ularga sharbat olib keladi. Sofi kitobdagi his-tuyg'ular haqida o'z fikrini so'raydi. Genri insonning his-tuyg'ulari, ehtiros va sevgi haqida juda qiziqarli fikrni aytadi. James muloqotga qo'shiladi. Suhbat davomida agar kerak bo'lsa, Genri ehtirosga taqlid qilishi mumkinligi aniqlanadi. Kechasi Sofi g'alati tovush eshitadi. U xonadan chiqib Genrini chaqiradi, ammo hech kim javob bermaydi. Qiz ochiq eshikni ko'radi. Tashqariga chiqqach, u maysazorda yotgan yalang'och Genrini topdi. Sofi uni chaqiradi va u uyg'onadi. Genri qayerdaligini va u yerga qanday borganini so'raydi. Sofi tush ko'rgan-ko'rmaganligi haqida ham so'rab o'tadi. Genrining so'zlariga ko'ra, odam ekanligini orzu qilgan. U uning qo'lidan ushlab uyga olib boradi. James shov-shuvga kelib, Genriga dokstansiyaga borishga yordam beradi. Ertasi kuni ertalab Julian bu shunchaki muvaffaqiyatsizlik ekanligini aytdi va aytadi, u o'z egalarini rozi qilishga harakat qiladi va unda ko'rishni istagan his-tuyg'ularni tasvirlashga harakat qilmoqda deydi. Va unga shunchaki oddiy robot kabi munosabatda bo'lish kerak. Shunda bunday ishlar sodir bo'lmaydi deb maslahat beradi. Kechqurun James romantik muhit yaratdi, shamlar yoqdi, ammo Sofining aytishicha uning kayfiyati yo'q ekan. Ertasi kuni kechqurun Genri Sofiga baxtni his qila boshlaganini aytadi. Sevgi va boshqa ko'plab his-tuyg'ular, Sofi nima uchun bu his-tuyg'ularga ega ekanligini so'raydi. Genri u shunday dasturlashtirilganligini aytadi. Keyinchalik Sofi massaj divanida yotadi va Genri unga massaj qiladi. Keyin u orqasini o'pishni boshlaydi. Sofi o'giriladi va ular o'pishishni boshlashadi. Jamesning ovozi eshitiladi. Sofining ismini talaffuz qilishi bilan qiz ko'zlarini ochadi. Ma'lum bo'lishicha, bu faqat tush ekan. James qizdan qanday tush ko'rganini so'raydi. Qiz nimani ko'rganini aytishdan uyalib, o'zim ham eslay olmayapman deydi. James bu uyga ko'chib o'tganidan afsusda ekanligini tan oldi, chunki ular uzoqlasha boshladilar. Sofining aytishicha, bu uning qafasdan chiqishiga yordam beradi va yana shunga o'xshagan gaplar aytadi. Shunda James hayron qolib, bunday gaplarni qayerdan olding deb so'raydi. Sofi menga Genri o'rgatdi deydi.
Achchig'i kelgan James xotinini rashk qila boshlaydi. James ishga ketgach, Sofi jozibali ichki kiyimda xonaning eshigini ochib, karavotga yotadi va Genri kirib keladi degan umidda o'zining jinsiy ehtiyojlarini qondirib, nola qila boshlaydi. Biroz vaqt o'tib, Sofi eshik ortidagi shovqinni eshitadi, tashqariga chiqadi va Genri zinapoyadan tushayotganini ko'radi. Qiz undan "Meni poylab turganmiding?" deb so'raydi. Shunda Genri "Agar ha desam, sizni qoniqtiradimi javobim?" deydi. Bu gap Sofiga yoqib tushdi shekilli, u sekin jilmayib, qiz uchun nonushta tayyorlashini buyuradi. Keyinroq u bilan Genri hovuz bo'yida o'tirishadi. Sofi Genridan so'raydi, nega u tabassum qiladi. Shunda Genri aytadiki, uning tabassumiga javoban u ham tabassum qiladi. Julianning ofisida James shunday deydi. U xotinini tobora Genridan rashk qilib borayapti. Yana u Julianga aytadiki, Genri ham xuddi uning xotiniga oshiqdek go'yo. Shuning uchun ham James Genrini qayta ta'mirlash kerak yoki boshqasiga almashtirib beringlar deydi. Ammo Julian Genri ta'mirga muhtoj emasligini va uni almashtirgandan foyda ham yo'qligini aytadi. Buning sababi esa Genri uy egalari unda nimani ko'rishni xohlasalar, shu narsaga aylanishga harakat qilaverishini tushuntiradi. Ya'ni, agar Genri uning xotiniga yaqinlashayotgan bo'lsa, demak bu narsani Genridan-da ko'proq uning xotini xohlayotganini aytib, birinchi navbatda xotini bilan gaplashib olishlarini maslahat beradi. James Genridan nimaga Sofiga bunchalik e'tiborli bo'lib qolganini so'raydi. Shunda robot bu e'tiborni undan Sofi xohlayotganini aytib, uning xohishlarini bajarish Genrining asosiy ishi ekanini aytadi. Noz qarashma qilishni to'xtatishni aytadi. Genri esa ikkala egasining roziligini talab qiladi. Keyin James kitob o'qishni to'xtatishni buyuradi va uni dok stansiyaga yuboradi. Ertasi kuni ertalab Genri Sofiga James o'qishni to'xtatishni buyurganini va bu buyruqni undan tasdiqlashni so'rashini aytadi. Sofi uyiga qaytishi bilan Genri unga massaj qila boshlaydi. Bir payt Genri qizni aylantirib, u bilan o'pishishni boshlaydi. U ko'zlarini ochadi va James singari "Men seni sevaman" deb pichirlaganini ko'radi. U qo'rqib ketadi va nima uchun bunday qilganini so'radi. Genri aytadi, chunki u buni xohlaydi. Sofi unga ketishini buyuradi. James uyiga qaytib, Sofining chekayotganini ko'radi. U nima bo'layotganini so'raydi. Sofi aytishicha, Genri undan bo'sa oldi. James unga bularning barchasiga o'zing sababchisan, o'zing shu narsalarni xohlaganing uchun u shunday qilyapti deb qizni ayblab haqorat qiladi. Ertasi kuni ertalab Sofi Jamesdan Julian kelguniga qadar qolishini so'raydi, lekin u ishini tark eta olmaydi. U xonadagi narsalarini yig'adi va Genrini ko'rib qo'rqib ketadi. Genri hayajon bilan "Mendan qutulishni xohlaysizmi?" deb so'raydi. Qiz javob bermasidan Genri o'zi nimalar bo'lyapti, men ham og'riq sezadigan, tuyg'ular his qila oladigan odam bo'lishni juda xohlayman deydi. Shunda Sofi unga James bilan gaplashib ko'rishni maslahat beradi. Chunki hozir James qattiq jahl qilyapti. Meni o'pganing uchun deydi. Biroz o'tib hamma yoq alg'ov-dalg'ov bo'lib ketadi. James va Sofi ofisga borishadi, janjallashishadi va oxir-oqibat ular avvalgi sevgilarini qaytarishga urinib ko'rish qaroriga kelishadi. Chunki ular hali ham bir-birlarini juda qattiq sevishardi. Ayni paytda Julianning ofisida politsiya tintuv o'tkazmoqda. Ofitser androidlarga ular aslida tirik odam ekanliklarini aytadi. James va Sofi u yerga kelib, barcha robotlar aslida haqiqiy odamlar ekanligini bilib olishadi. Ular va politsiyachilar uylariga kelib hududni qidirishadi. Julian ikki zobitni o'ldiradi. U er-xotinga Genrini 3 yoshida topganini aytadi. Uning tanasining har bir joyida ko'karishlar bor edi deydi. U unga yangi hayot berganini va bu er-xotinlar hamma narsani barbod etishganini aytib, qurolni o'qlab ularni o'ldirmoqchi bo'ladi. Lekin Genri unga hujum qiladi va qurol bilan uni urib o'ldiradi. Shundan so'ng maysazor o'rtasida tiz cho'kib o'tirgan Genri o'ziga ham pichoq sanchadi. Buni ko'rgan James va Sofi u tomon yugurishadi. Shunda Genri o'zini odamligini hamisha his qilganini aytib, ulardan halovatlarini buzgani uchun kechirim so'raydi va shu joyning o'zida vafot etadi. James va Sofi uni hamisha yaxshi ko'rishlarini aytishadi. Oradan vaqtlar o'tib, James va Sofi farzandli bo'lishadi va uning ismini Genri qo'yishadi. 1996-yil bizning oldimizda Jamie ismli bosh qahramon bor va u maishiy texnika do'konida ishlaydi. Yigit o'z biznesida muvaffaqiyat qozonmoqda. Axir u har bir mijozga moslasha oladi va ularga hamma narsani ketma-ket sotadi. Va Jamie behayolik va nosqarashma bo'yicha
katta mutaxassis bo'lib, hech qachon ish vaqtida hamkasbi bilan biroz zavqlanishni rad etmaydi. Lekin bu haqda tasodifan qizning yigiti xabar topadi. Jeymini kaltaklaydi va uni ishdan bo'shatadi. Yigit bu voqeadan juda xafa emas va hatto oilaviy kechki ovqatga ketishdan oldin ham boshqa qizni yo'ldan ozdirishga muvaffaq bo'ladi. Qarindoshlari Jeymini ishdan bo'shatishganini bilib olishadi. Uning akasi yaqinda aksiyalarda katta boylik orttirgan. Unga dori sotish bo'yicha tijorat agenti sifatida ishlashni taklif qiladi. Bir muncha vaqt o'tgach, bosh qahramon turli xil mashg'ulotlarga borishni boshladi. U tabletkalar va ularni odamlarga qanday sotish haqida hamma narsani o'rganishni boshlaydi. Avvaliga u ko'p ish qila olmaydi, lekin vaqt o'tishi bilan u muvaffaqiyatga erisha boshlaydi va bu joyni egallab oladi. O'quv kurslarini o'tkazib, mashg'ulot ustasi bilan jinsiy yaqinlikda bo'lganidan so'ng, u boshqa shaharga ishlash uchun yuboriladi. Yo'lda murabbiy va hamkasbi Jeymiga unga bu ishning barcha nozik tomonlarini o'rgatadi. Kelganidan so'ng Jeymi kasalxona yaqinidagi barcha shifokorlarga o'z mollarini taklif qilish uchun murojaat qilishga harakat qiladi. Ammo u hech narsa qila olmaydi va hamma uni kasalxonada rad etadi. Jeymi raqobatchilardan birini ko'rib, u kotiba qizlarni manipulyatsiya va xarizmasidan foydalanib mahsulotni sotayotganini sezadi. Buni sezgan Jeymi ham birin-ketin kotiba qizlarni ilintira boshlaydi va ular orqali ichkariga kirib, raqobatchining dorilarini o'g'irlab axlat qutisiga tashlaydi. Imkoniyatni qo'ldan boy bermasdan, u o'z mahsulotlarini kompaniyada targ'ib qilish uchun ketma-ket barcha kotiblar bilan yotib turadi. Bir kuni Jeymi shifokorga bora berib, uni bir muddat yordamchisiga aylantirishini va shifokorlarning ehtiyojlarini yaxshiroq o'rganish va tushunish uchun kasalxonaga olib borishini so'raydi. Doktor rozi bo'lib, Jeymini kasalxonasiga yordamchi sifatida olib boradi. U yerda u birinchi marta 26 yoshida Parkinson kasalligiga chalingan qiz bilan uchrashadi. Uning ismi Meggi. U juda chiroyli va Jeymini qiziqtirgani aniq edi. Ammo uni ko'chada uchratganidan so'ng Meggi u hech qanday stajyor emasligini tushunadi. Jeymi undan kechirim so'raydi, ammo bu yetarli emas. Keyin qiz uni suratga oladi va haqoratlab ketadi. Kasalxona xodimlaridan biri bilan jinsiy yaqinlikda bo'lib yurgan Jeymi u orqali Meggining raqamini bilib oladi. Kutilmaganda Jorj, Jeymining ukasi, uning uyiga ko'chib keladi va qizi bilan uchrashganidan shikoyat qiladi. Bundan so'ng Jeymi Meggiga qo'ng'iroq qiladi va uni kofe ichishga taklif qiladi. Qiz kofe ichishga rozi bo'ladi va uchrashuvni tayinlaydi. Jeymi uni yo'ldan ozdirishga harakat qiladi, ammo uning barcha texnikasi unga ta'sir qilmas edi va Meggining o'zi uni hayratda qoldiradi. Qiz jinsiy yaqinlikni taklif qiladi. Ular uning uyiga kelishadi va hech qanday majburiyatsiz sevgi ishlari bilan shug'ullanishadi. Jeymi ishi bilan parallel ravishda har safar Meggi bilan turli joylarda behayo ishlarni bajarishga muvaffaq bo'ladi. Bir kuni Meggi Jeymining uyiga keladi va shu zahotiyoq yechinadi. Uxlab yotgan ukasini payqamay albatta. Yotoqxonadagi yashash xonasida Jeymi Meggi bilan bolaligi haqida suhbatlashmoqda. Ota-onalar va boshqa shaxsiy narsalar bilan bog'liq muammolar. Ammo qiz undan faqat jinsiy yaqinlik kerakligini tan oladi va boshqa hech narsa emas. Jeymi bunday shartlarga rozi bo'ladi. Bosh qahramonning raqibi Jeymi uning dori-darmonlarini o'g'irlashi va tashlab yuborishidan norozi. Bunday ishlari uchun u kaltaklanadi va Meggiga yaqinlashmaslik haqida ogohlantiriladi. Dori-darmonlarni sotish uchun kasalxonaga yana bir bor tashrif buyurganida, u raqib uni yana boplaganini bilib oladi. Trey bu raqibning ismi. Jeymi endi u yerda o'z dori-darmonlarini sota olmasligi uchun hamma narsani sozlagan. Bundan keyin Jeymi Meggining oldiga keladi va ular munosabatlari haqida suhbat boshlanadi. U kasalligi tufayli hech kimni unga yaqinlashtirmasligini tan oladi. Ular turli xil qiziqarli mavzularda muloqot qilishadi va bu safar ular sevgi bilan shug'ullanishadi. Shundan so'ng Meggi undan boshqa qo'ng'iroq qilmaslikni so'raydi. Jeymi sherigi bilan uchrashib, ularning kompaniyasi endi jinsiy aloqa uchun dori sotishni boshlaganini bilib oladi. Mahalliy barda u pora bergan Trey va doktor Stenni ko'radi. Ularga yaqinlashganda u Meggining kasalligi juda jiddiy va aslida davolab bo'lmasligini bilib oladi. Keyin u Treyni ataylab g'azablantiradi va u ketgach, Jeymi shifokorga pora berib uning tovarlarini sotishni boshlaydi.
Uyga borgach, Jeymi baribir Meggiga qo'ng'iroq qiladi, ammo suhbatlasha olmaydi. Ertasi kuni u Meggini topadi. U bir kun davomida dori-darmon uchun Kanadaga jo'nab ketadi. Bosh qahramon ishlashni davom ettiradi va odamlarga dori-darmonlarni sotadi. Va kechqurun mashinada uxlab qoladi. Meggining qaytishini kutib albatta. Safardan qaytgan Meggi Jeymi bilan uchrashib, Meggi juda hayratda qoladi va bir muncha vaqt o'tgach, ular yana uchrasha boshlaydilar. Bosh qahramon Viagra'ni sotishni boshlaydi va u buni hech qanday muammosiz qila oladi. Bu dori nihoyatda talabchan doriga aylanadi. Meggi va Jeymi juda tez-tez uchrashadigan bo'lib qolishadi, ya'ni juda yaqin bo'lib olishadi. Kunlarning birida Meggi ular qanday o'z vaqtlarini yaxshi o'tkazayotganlarini kameraga muhrlaydi. Shundan so'ng Meggi onasi bilan gaplashayotgan Jeymiga e'tibor bersa, u onasiga yolg'on gapiryapti. Bundan so'ng albatta u ham shubhaga ketadi. Meni ham aldab yurgan bo'lsa-chi deb. Xullas oradan bir qancha vaqt o'tib, Meggining kasalligi ham ancha kuchaya boshlaydi. Kelajagidan qo'rqqan Meggi kasali tufayli Jeymini ham baxtiqaro qilishni xohlamay, u bilan urusha boshlaydi. Atrofingda shuncha go'zal qizlar bor. Nimaga hali ham shular bilan yurmay, mendek bir kasal qiz bilan yuribsan? Ket yo'qol deb jahl qiladi. Ertasi kuni ular Chicagoga aylanishga ketishadi. U yerda Meggiga o'xshagan kasal odamlar yig'ilishadi. Shunda Meggi va Jeymi ham shu joyga borishadi. O'sha yerda Jeymi bitta odam bilan tanishadi. U odamning xotini ham xuddi shu Meggining kasali bilan kasallangan ekan. Erkak Jeymiga vaqt borida Meggi bilan ajrashishni taklif etadi. Chunki erkakning aytishi bo'yicha bu kasallik Meggidagi barcha yoqimli xususiyatlarni oxir-oqibat yo'q qilar emish. Bu gaplardan albatta Jeymi qo'rqib ketadi. Xullas u yerdan chiqishganidan keyin Meggi Jeymiga uni sevishini ilk marotaba aytadi. Ammo Jeymi hali ham boyagi erkakning gaplari haqida o'ylanib turar edi. Bundan buyog'iga Jeymi bor kuchini Meggining kasalligini yengishga qaratadi. Turli xil shifoxonalarga olib boradi, internetdan yangi ma'lumotlar qidiradi. Meggi esa allaqachon hamma narsadan umidini uzgan. U faqat kasalligi bilan yashashdan charchagan. Shuning uchun u Jeymidan undan uzoqlashishni so'raydi, chunki u ajralganidan keyin uning hayotiga aralashishni istamaydi. Jeymi o'z ishiga to'liq singan holda keladi. Shuningdek, ularning ajralishiga toqat qilish qiyin edi. Bir kuni doktor va Jeymi katta ziyofatga borishadi. Ushbu ziyofatda juda ko'p jozibador qizlar ham bor edi. Ular biroz ichib o'tirishgach, Jeymini o'sha jozibador qizlardan biri dam olamiz, yuri deb taklif qiladi. Boshida albatta qahramonimiz rad etib, keyin esa rozi bo'lib ular bilan ketadi. Xullas keyin qizlar yigitga bir quti Viagra berishadi. Keyin esa mazza qilib dam olishadi. Uyqudan uyg'ongan Jeymi sezadiki, Viagra unga reaksiya bergan va u yana qizlarni xohlayapti. Bundan qo'rqqan yigit ziyofatdan to'g'ri kasalxonaga jo'naydi. Jeymi kasalxonada yurarkan, unga u Chicagodagi ishga o'tkazilayotgani haqida xabar keladi. Bu ishni u butun umr orzu qilgan. Xursandchiligidan ular buni yuvish uchun kafega borishadi va tasodifan kafeda u Meggi bilan uchrashadi. Shunda ular biroz suhbatlashishadi va Meggi Jeymini boshqa shaharga ko'chib ketayotganini bilib, unga omad tilab ketadi. Narsalarni yig'ishtirayotgan Jeymi ular Meggi bilan suratga olishgan videoni topadi va videoni ko'rib, qiz bilan qanchalik baxtli onlarni boshdan kechirganini anglaydi. Meggini hozir to'xtatmasa, uni butun umrga yo'qotishini tushungan Jeymi uni izlab ketadi. Ma'lum bo'lishicha, qiz ham ayni hozir avtobus ichida boshqa shaharga ketayotgan ekan. Avtobusni ketidan Jeymi yetib oladi va tinmasdan signal chalib, avtobusni to'xtatishga harakat qiladi va albatta buning uddasidan ham chiqadi. Ammo qiz uning bu xatti-harakatlaridan juda ham xursand emas edi, chunki ularga avtobus to'la odam qarab turishardi. Keyin Jeymi qizdan avtobusdan tushib, 5 daqiqa u bilan gaplashib olishini iltimos qiladi. Xullas, bu suhbat anchaga cho'ziladi, lekin bizning video qisqacha tahlil bo'lganligi sababli qisqa qilib aytadigan bo'lsam, ular o'sha yerda bir-birlarini sevishini aytib, yarashib olishadi va film shu tarzda nihoyasiga yetadi. Hurmatli obunachilar, agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Qaytgancha ushbu filmni siz Telegram kanalimizga o'tib, bemalol to'liq ko'rinishda ko'rishingiz mumkin.